Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizda Trailblazer 70 ming kilometr yurgan. Hali oldi razdatga, orqa razdatga, korobka moy hech narsasi almashmagan ekan. Hammasini almashtirib bir ko'rsatib beraman. Avtomatik korobka moyiga tushish uchun birinchi o'chirtda gulshiterga yechib olish kerak. Gulshiterni sekin-sekin qotgan joylardan yechib olamiz. Rezinkalarni chiqarib olamiz. O'zimizga to'g'ri qilib olamiz. Yechish uchun mos qilib olamiz. Keyin paddon boltdan yechishdan boshladik. Paddon bolti sekin-sekin bir chekkadan yechib chiqiladi. Ozgina gulshiteri yaqin joylashganligi uchun ozgina qiyinchilik bo'ladi. Keyin yechib olinadi. Mana bir biz yechib oldik. Bu yerda filtr ham borligi uchun ozgina ehtiyot qilib chiqaraverasizlar. Mana filtr turadi. Mana moyi ahvoli juda ham yomon bo'lib ketgan 70 mingda. Bunaqa sturishga qilib tashlaydi, bo'liti bo'ladi. Paddon bo'litda sturishga. Paddonni tozalanadi, yaxshilab benzin bilan yuvib tashlash kerak. Havo o'radan joyi bor bo'ladi ham обязательно. Mana shu bo'litdan 11 bo'litdan chiqarib yaxshilab havo o'riladi. Havo o'rganda birinchi moy kam tushadi, mana ko'ryapsizlar. Havo o'rganda birinchi kam tushib, keyin sekin-sekin moy ko'p tushishni boshlaydi. Обязательно havo o'rish kerak. Havo o'rmasanglar ancha moy ichida qolib ketadi. Mana kamida 2 litrga yaqin moy tushadi, yana havo o'rganinglar sizlar. Paddon toza bo'ldi. Endi moylarni havo urib bo'ldik, hamma moylarni tushirib bo'ldik. Sekin paddonni joyiga qo'yamiz. Joyiga qo'yayotganda ham filtrga ehtiyot bo'lasizlar, filtrni sindirib olmasdan ehtiyot qilib qo'yiladi. Endi sekin-sekin bir chekkadan boltlarni qotirib chiqamiz. Hammasini boltlarni qotirib yaxshilab qotirib chiqiladi. Havo urib bo'lingandan keyin обязательно 11 boltni yopish etilgan chiqarmaydi. Keyin sekin-sekin gulshiterga yechgan boltlarimizni, gulshiterga yechganimizni qotirib chiqamiz. Mana hamma joyini qotirib, nimani yechgan bo'lsa, hamma boltlarni qotirib chiqamiz. Trailblazerda 4 ta balonni tortganligi uchun oldida ham razzatka moyi bo'ladi. Mana shu moyini hozir 70 mingda mana ahvoli mana bu ahvolda bo'lib ketganini ko'rasizlar. Mana moyga qaranglar, vashim qorayib ketadi. O'zi 1 litrga moy ketadi. Avtomatik korobka moyini almashtirib qo'yish kerak. Mana bunaqa bo'litni sturishga qilib tashlaydi buni ham. Moy quyamiz. 70-90 moy quyishni tavsiya berardik. Aynan razdatkalar uchun GL5 mo'ljallangan GL4 yoki GL5 moyini qo'ysangiz bo'ladi. Biz 1 litr moy o'zimizdan shprisimizda qo'yaveramiz. Mana shunaqa shpris kerak bo'lsa, murojaat qilsangiz bo'ladi. O'zimizda sotuvda bor. Bularda o'rtada ham razdatkasi bo'ladi. Oldida kuchli orqaga berib turish uchun o'rtada razdatkasi joylashgan. Bu razdatkasida boshqa choroma, ya'ni qizilma ateş moy turadi. Mana hozir biz birinchi yechilganligida metkada bo'ladi. Yaxshilab bo'ltlarni yechib olamiz. Moyi, mana moyini ko'rasizlar. Lekin yana ikkita narsani aytardim. Bu moy ham sturishga qadi. Sturishga bo'litini ko'rsatamiz bergan. Mana qizil moy. Ateş moy turadi. Moy rangi shu qorayishga boshlagan, mana sturishga. Ko'rasizlar, sturishga yig'ishga boshlagan. Bu moyni ham ateş moy quyib yuboramiz. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilsangiz bo'ladi. Endi orqada zadniy mostini to'kamiz. Zadniy mosti ham o'zi ham bitta matizdek kelsa kerak. Ana moylari yomon bo'lib ketgan. Buni moyi vashing yomon bo'lib ketibdi. Zadniy mostda ovoz chiqib qoladi. Biroq agar damazdada burada ovoz chiqmaydi, lekin almashtirib qo'yish kerak. Zadniy most ichga ketib qolmasligi uchun. Mana sturishga bo'litlari yig'ib olgan. Bunga ham moy quyamiz. Buni ham o'zimizdan shprisda moy quyishni tavsiya beramiz. 70-90 moy qo'yiladi. Endi avtomatik korobkaga yetib keldik. Avtomatik korobkamizda amerikanskiy bonusdan foydalansanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Trailblazer hadya deylik. Shu videoni jo'natib qo'ysanglar foyda